Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun ma'zi bezi to'g'risida tushuncha degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Mening bu leksiyada so'zlamoqchi bo'lgan asosli mazmun mushu ma'zi bezning qurilmasi, uningki funksiyasi va ma'zi bezda ko'p ko'riladigan kasallik to'g'risida bo'ladi. Ma'zi bezi mushu erlarda bo'ladigan bez bo'lib, erlar 50 yoshdan oshgan vaqtida ma'zi bezida har xil kasalliklar oson paydo bo'lishi mumkin. Men bu leksiyada asosliqi mushu ma'zi bezi ustida to'xtalaman. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Ma'zi bezi doğusaqning töven tarafiga va suduk yo'lining atrofiga joylashgan erlik jinsiy bez bo'lib, suduk yo'lini o'rab turdi. Ya'ni suduk yo'lining atrofini o'rab turdi. Ma'zi bezning cho'ngligi odam tug'ilgan vaqtida, ya'ni bovoq bo'lib tug'ilgan vaqtida taxminan 1,5 gram atrofida bo'lib, bola cho'ng bo'lib balog'at yetgan vaqtida taxminan 11 gram atrofida bo'ladi. 25 yoshga borgan vaqtida taxminan 18 gram bo'ladi. Undan keyin yoshning cho'ng'ishiga ergishib bo'libmi bak 70 yoshga borgan vaqtida taxminan 31 gram atrofida yo'g'inaydi. Ma'zi bezi taxminan 50 parça uşaq bezçilərdən tüzülgən bo'lib, neyçilər orqali suduk yo'liga tutuşudu. Ma'zi bezining asosli roli jinsiy suyuqlik ajratib chiqarish bo'lib, bu bez ajratib chiqargan jinsiy suyuqlik mush erlar jinsiy munosabat qilgan vaqtida ajratib chiqargan manining taxminan 15%ni tashkil qiladi. Mana bu ma'zi bezininki joylashgan o'rni ma'zi bezining usti tarafida suduk xaltasi, ya'ni dovsimiz bo'ladi. Aningdan keyin ma'zi bezining o'tirda suduk yo'li bo'lib, bizninki sudukimiz dovsimizdan chiqqanda mushu ma'zi bezini kesib o'tib sirtqa chiqadi. Ma'zi bezida ko'p uchraydigan kasalliklar birisi ma'zi bezi yallig'i, yana birisi ma'zi bezi o'smisi bo'lib, ma'zi bezi o'smisi degan vaqtida yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smisi va yomon sifatlik ma'zi bezi o'smisi. Ya'ni mundaqcha aytganda ma'zi bezi raki. Endi bu ma'zi bezi yallig'i deganda asosliq mushu 18 yosh bilan 35 yosh orasidagilar bo'libmi bak uylanmaganlarda ko'p uchraydi. Bu ma'zi bezi yallig'ininki asosli sababi shu ma'zi bezining atrofiga qon to'shish, ya'ni yallig'lanish, ya'ni mikrobsiz yallig'lanish sababidan kelib chiqadi. Az bir qismi shu jinsiy yo'lda bo'ladigan yuqumli kasalliklar sababidan kelib chiqadi. Ya'ni ko'p qismi yuqumli kasalliklar bilan hech qanday munosabati yo'q. Faqatla shu ma'zi bezi atrofidagi to'qilmalarninki g'idiqlanishi, qonga to'lishi, uzun muddat masalan qattiq o'rindiqda o'tirish sabablardan kelib chiqadi. Buningki asosli alomatlari mushu sipulab, yana sugis kelish yoki sudukning oxirisida sudukni damalliqqa to'xtatmaslik, suduk tugandan keyin yana azroq tomchilab qilish, anandan keyin suduk sigan vaqtida suduk yo'lining uchi ichishib og'rish degandagidek alomatlar ko'rildi. Ma'zi bezi o'smisi degan vaqtida asosan 50-55 yoshdan ortiq, ya'ni yoshga cho'ng'ayganlarda ko'p ko'riladigan bo'lib, bu mayli yaxshi sifatlik bo'lsin, mayli yomon sifatlik bo'lsin, ya'ni rak bo'lsin, ularda o'rtaq ko'riladigan alomat sudukning qitim soni
ko'payish, har qitim sigan sudukning miqdori ozlab ketish, anandan keyin burun kechida kichik taratga qo'pmaydigan bo'lsa, kichik taratga bir yoki bir necha qitim qo'pish degandagidek alomatlar bilan boshlanib, oxirida siyish qiynalishadigan, ya'ni osonlikcha siyanmaydigan, suduk yo'li to'slab qoladigan ahvollar ko'rildi. Bu yaxshi sifatlik ma'zi bezi o'smisi bilan yomon sifatlik ma'zi bezi o'smini, ya'ni rakninki ba'zi kasallik alomatlariga qarab ularni aniq farqlantirish qiyin. Bundaq ahvol bo'lgan vaqtida cho'qim doktorga berib tekshirtib, mushu rak bo'lish ehtimolligini chiqarib tashlashga to'g'ri keldi. Bo'lmasa bu kasal alomatlariga qarab aniq farqlantirgili bo'lmaganligi uchun agar tasodifiy rak kasali bo'lib qolsa, bu insonninki hayotiga daxl etadigan gap. Lekin bu ma'zi bezi raki vaqtida diagnoz qo'yilib baldur davolansa, unumi naytı, davalashning unumi naytı yaxshi bo'ladigan bir kasal. Şunlaşqa buni farqlantirish mushu 55 yoshdan oshgan, 50-55 yoshdan oshgan erlarga nisbatan bakla muhim deb qarayman. Bu sol tarafdagisi mushu dovsining tuvan tarafidagi suduk yo'li va suduk yo'lining atrofidagi mushu ma'zi bezininki rasm bo'lib, bu sol tarafidagisi normal ma'zi bezining cho'ngligi, anandan keyin o'ng tarafdagisi mushu cho'ngaygan ma'zi bezi, ya'ni yoshning cho'ngayishiga ergishib ma'zi bezininki cho'ngligi cho'ngayishi mumkin. Undan boshqa ma'zi bezida o'sma paydo bo'lgan vaqtidami ma'zi bezi yo'g'inab ketishi mumkin. Bu rasmda o'ng tarafdagi rasmda ko'rgandagidek ma'zi bezi cho'ngaygan vaqtida bu suduk yo'lini besib siyish, qiyilishish ahvoli kelib chiqadi. Bu bo'libmi bak shu 50 yoshdan oshgan erlarda tadrijiy paydo bo'lishga boshlaydigan bo'lib, yoshning cho'ngayishiga ergishib bo'libmi 60-65 yoshdan oshgan vaqtida bu xil ahvol texmi ko'p ko'rilishi va ig'irlashishi mumkin. Ma'zi bezi to'g'risida qisqacha tushuncha degan bu leksiyani men mishad oxirlashtirmoqchi. Keyingi leksiyada mushu ma'zi bezida ko'p ko'riladigan kasalliklar, yana ma'zi bezi yallig'i, ma'zi bezi o'smisi to'g'risida sal tafsilroq to'xtalaman. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishcha omon bo'linglar.